Arab konditerlari shunaqa pechenyelarni trendga chiqarib tashlashdi. Endi biz ham trendga chiqaramiz. Uy sharoitida juda ham oson og'izda erib ketadigan pechenye tayyorlaymiz. Idishimizga saryog', shakar upasi, o'simlik yog'i, bir chimdim tuz solib, yaxshilab mikserda aralashtiramiz. Mikser qilinish jarayonida ikkita tuxum sarig'ini bittadan solib, sekinlik bilan mikser qilishda davom etamiz. Ketidan jo'xori kraxmali, un va razrg'izil solib, yumshoqqina xamir qilamiz. Yarim soat davomida tindirib olamiz. Tingan xamirlarimizni pergament yoki shunaqa ko'vrik yordamida bir tekis qilib yoyib olamiz. Xohishingizga ko'ra pechenyelarni shakllarini turli xil qilishingiz mumkin. Men dumaloq va o'rtasiga nasatka yordamida dumaloqcha tushirib chiqdim. Qizib turgan pechimizda 180 gradusda 10-15 minut davomida pishirib olamiz. Nachinka sifatida men jem bilan zgushonkadan foydalandim. Siz xohishingizga ko'ra boshqa turdagi jemlardan ham foydalansangiz bo'ladi. Videoda ko'rsatilgandek qilib pechenyelarımizga shakl berib olamiz va ustini xohishingizga ko'ra yasatib olasiz. Men shokoladli ganaj va shakar upasidan foydalandim. Tayyor bo'lgan pechenyelarimizni dasturxonga tortib, kattalardan duo olasiz. Juda ham mazali va og'izda erib ketadigan pechenyelarimizni albatta tayyorlab ko'ring. Kanalimizda aktiv bo'ling. Duolaringizda ham meni eslasangiz juda ham xursand bo'lardim. Ajiblaringizni kutib qolaman. Charchamang, sog'-omon bo'ling. Ketqizgan vaqtingizga rozi bo'ling.